Assalomu alaykum. Bizga shunday qumimizdan kelgan. Qumimizning nomi kinetik qum. Bu oddiygina qumga o'xshamaydi. Bir qancha o'zini maxsus afzalliklari bor. Qumimizning ichidan 2 kilolik variantidan ko'rsatib o'tgan barcha narsam ichidan chiqadi. Qumimiz bir-biriga yopishuvchanroq bo'ladi va yig'ishtirib olishga ham juda ham qulay bo'ladi. Mana yostiqchasini o'zini damlash vositasi bilan birga chiqqan. Bu qumni har yoqqa sochilib ketmasligini oldini oladi. O'ynash uchun bolalarga qulay holatni keltirib chiqaradi va bu yostiqchamizning ham razmeri yaxshi ishlanganligi sababli bir vaqtning o'zida 2-3 ta bola bemalol o'ynashi mumkin. Qoliplarimizga qumimizni joylab o'ynaganimizda ideal holatda chiqadi. Bolangiz bu qumni o'ynab motorikasini rivojlanishiga yordam beradi. Bu esa aqliy rivojlanishda ortda qolishini yuzaga keltirmaydi. Ko'rsatib o'tganimdek, mana idishida ham hech qanday qum donachasi qolmagan, juda ham yaxshi, ideal holatga ko'chgan. Sizlarga ham olishni tavsiya qilaman. Narxi 85 ming so'm. Bizga obuna bo'ling.